Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 28-dekabr haftani yakshanba kuni 2025-yil Bobosbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bu bozor manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Bobosbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kuni ertalab 7 da boshlanib, kunduzi 11 gacha bozor bo'ladi. Xullas, bular narxi bilan tanishamiz. Nech puldan ekan bular? 110 ming so'mdan. Hammasi narxi bir xilmi? Hammasini narxi bir xil ekan, 110 ming so'mdan ekan. Bularisichi? 35 mingdan boshlanar ekan, 65 ming so'mgacha ekan. O'zbekistondikimi bular yo Xitoymi? Ha, O'zbekistondiki. Ana kattalarga oyoq kiyim nech pul? Ayollarga mana shu tapchkalariz 40 mingdan boshlanib 60 minggacha. 40 ming so'mdan 60 ming so'mgacha. Dona narx aytyapsiz? Shunaqa? Dona. Zo'r. Kelishidan berilaveradi. Bular nech puldan? Bularimiz 55 ming so'm, 60 ming so'm, har xil. 55 ming so'm. Har xil ketaverar ekan. 60 ming so'mga ham bor ekan. Xullas, oyoq kiyimlari ko'p ekan. Sizda eng kattalarga eng arzon oyoq kiyim nech pul aka? Eng kattalarga eng arzoni 40 ming so'mga to'g'ri keladi. Kattalarga eng arzon oyoq kiyim 40 ming so'mga to'g'ri kelar ekan. Turi ko'p ekan. Bular nech puldan mana yerdagilar? 65 mingdan boshlanadi. Ha. 100 minggacha. 65 mingdan 100 ming so'mgacha ekan. Mana oyoq kiyimlar qopda yotibdi, qopda. Ko'proq olsa arzonroq qilib beraverasizmi aka? Ko'proq olsa? Ha, 5 ming yana sotishga bo'lsa kelishib berilaveradi. Agar sotaman deb oladigan bo'lsalari haligi sotishga arzonroq qilib berishaverar ekan. 5 mingdan qaytarib berilaveradi. Telefon nomeringiz necha aka? 94lik 94lik 333 333 88 98. 88 98 ekan. Mana sizingiz nech pul buni? Bularimiz 95 ming so'm donaga, Ha. 80 ming so'm pachkaga. Pachkaga 80 ming so'm, donaga 95 ming so'm ekan bu. Zo'r, telefon nomerlari aytildi, telefon qilaverasizlar.